Ovozim hammaga yaxshi ishlayapti-ya? Ekranchi. Ekran и ovoz. Ekran и ovoz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, plyus qo'yinglar. Da. Agar qayta topshirmasliklaringiz o'chib qolgan bo'lsa, o'zlaringiz ixtiyorlaringiz. Masalan, kimdir 22 gacha kelgan bo'lsa, ikkita savol qolib ketgan bo'lsa, e, o'chib qolgan bo'lsa, masalan, agar natijasidan ko'ngli to'lmaydigan bo'lsa, topshirmasa bo'ladi. Yo 100 ball bo'lmaydi-yu. 8 ballik tizim bo'ladi. Demak, ustozlar boshladik. Savollar darajasi oddiy, boshidan boshlab tahlil qilib ketiraman. Oddiy savolga kelgan vaqti, mana salgina qiyinroq savolga kelgan vaqtda sizlardan so'rayman. Tushundingizmi, yo'qmi deb. Tushunarli? Demak, boshidan boshlab har bitta so'zga e'tibor berib boramiz so'zlar. Boshlaylik. The equation given the speed s. Qaranglar. The equation tenglama gives berilgan speed tezlik. S. Demak, s tezlik tenglamasi berilgan ekan, qaranglar. In mil per hour. Demak, mil taqsim nima ekan bizlarda? Soat ekan birligi. Of ning certain aniq. Tez sekunddan keyin after dan keyin began boshlangandan to accelerate degan harakat, ya'ni tezlanish. Qaranglar. Demak, s barobar 40 plus 2t ko'rinishidagi tenglama berilgan ekan. T sekunddan keyingi, ya'ni t soatdan keyingi bizlarda tezlik ekan. What is the speed? Tezligi nima? In mil per hour, ya'ni mil taqsim sekundda of ning the car, mashinaning 4 sekunddan keyingi tezligini bizlarda so'rayapti ekan. Demak, qaranglar. 40 plus nima bo'lib qoladi? 2 ko'paytirilgan 2 barobar necha bo'lib qolar ekan? 44 bo'lib qolar ekan. Bu bizlarda C javobda keltirilgan. Shundan tushunarli-mi bu yerda? Savollar darajasi oddiy. Ikkita masala ko'rdim. Salgina boshqacharoq, lekin qolgan savollar deyarli hammasi takrorlangan. Which equation shown? Ko'rsatilgan tenglama. Qaysi? Shown ko'rsatilgan tenglama. Ko'rsatilgan tenglama. The relation degan bu munosabat. But between orasida. The side degan tomon. Length degan uzunlik. Of ning given triangle. Demak, quyidagi ko'rsatilgan tenglamalardan qaysi biri tomonlar orasidagi munosabatni beradi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgandan keyin b ning kvadrati plus 8 ning kvadrati 20 ning kvadrati, ya'ni Pifagor degan bizlarda javob bo'lib qoladi, C javob. Bir qayerda xato ketdi? Uzr bo'lib, ustozlar. Mana bu 2 ko'paytirilgan 4 bo'lib 48 bo'lib qoladi va C D javob. Uzr. Birda nima qilamiz? 3-savol. The histogram shown distribution of 20 length bo'ldi. Qaranglar. Histogramma shown ko'rsatilgan, distribution degan bu taqsimlangan. 20 ta nima? Uzunlik. Demak, qaranglar. Quyidagi histogrammada bizlarda 20 ta uzunlik taqsimlangan ekan, in fitda, ya'ni uzunligi fitda.
In dataset demak ma'lumotlar to'plami the first bar ya'ni birinchi histogramani ko'ryapsizlar. Mana shu yerda represent ko'rsatib beradi. The length uzunligi that area less than 50 feet. Less than degani less than masalan 50 bo'ladigan bo'lsa 50 dan kichkina ekan. Tushundingmi? Bu dan kichik. Demak, birinchi ko'rsatilgani bizlarda 0 va 50 orasida ekan, ustozlar. 0 ni qabul qilish mumkin, 50 ni qabul qila olmaydi. Ikkinchisiga qaranglar. The second degan ikkinchi. Ikkinchi bar ya'ni ikkinchi ustun represent ko'rsatib beradi. Length uzunlik z bu area ya'ni soha list kami 50 ekan va but lekin less than 100 feet. Demak 50 dan katta bo'lishi kerak va nimadan kichkina? Bizlarda 100 dan kichkina ekan. Va shu tarzda davom qilib ketgan ekan. Demak keyingisiga keladi bizlarda 100 dan katta 150 dan kichkina va hokazo va hokazo. Endi aytyapti which of the following quyidagilardan qaysi biri could be bo'lishi mumkin? Demak, bo'lishi mumkin. The maximum. Demak, eng length, eng uzun tomon. Eng uzun tomon. In fitda this dataset. Ya'ni bu ma'lumotlar to'plamida eng uzun tomon qaysi bo'lishi mumkin? Demak, eng uzun tomon ustozlar bizlarda 200 dan boshlab 250 gacha. To'g'rimi? Demak, javoblarning ichidan qaysi biri 200 dan 250 oraliqgacha tushadi deyapti. Demak, bu bizlarda D javobda keltirilgan. Tushunarli? 3-savol tushunarli bo'ldimi? Ingliz tilini taxmin qo'yib chiqqanman. Necha chiqqan? 310 shuncha chiqqan dadachim. Savol tushunarli bo'ldimi 3? 3 gacha hech qanday savol yo'q, ha? Birinchisi 48 ustoz Nargiz opa. Men 2 kere 2 ni 4 deb 2 kere 4 ni 4 deb ketibman. Yaxshi. 4-savolga keldik. In the given equation berilgan tenglama k konstant ekan. Ya'ni k o'zgarmas. The equation has ega infinitely degan cheksiz ko'p. Many solution. Demak, bu bizlarda cheksiz ko'p yechimga ega ekan. What is the value? Infinitely many degan cheksiz ko'p. Solutions yechim. What is the value? K. Demak, k ning qiymatini toping. K ning qiymati so'ra. Demak, bu ikkala cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun k ning o'zi bizlarda 28 ga teng bo'lishi kerak. Tushunarli? Bu endi oddiy turdagi savollarga kiradi. Plus 28 teng 7x plus k bo'ladigan bo'lsa, demak k ning o'zi bizga teng bo'lishi kerak. Chunki bu ikkalasi qisqarib ketadi-yu. Shunda cheksiz ko'p yechimga ega bo'lib qoladi. Keyingi savolga o'tyapmiz. Align segment. Segment degani bo'lak. Demak, line degan chiziq. Qaranglar. Agar a n so'zlar keladigan bo'lsa, bir degan ma'noni bildiradi, ya'ni so'zdan avval. Demak, bir chiziq, ya'ni bo'lak bo'lagan. Mana qaranglar. Bitta mana shu sim bo'lagi deb oladigan bo'lsak, z has ega length uzunligi 113 cm ekan. Qaranglar. Mana shuning uzunligi bizlarda 113 cm ekan. Endi aytyapti dividing into the 3 parts. Demak, qaranglar. Bu bizlarda 3 ta bo'lakka bo'lingan ekan. Mana. Mana 3 ta bo'lakka bo'lingan. Endi one part, ya'ni birinchisining uzunligi bizlarda 47 ga teng ekan. Endi aytyapti the other degan boshqa two parts have ega length uzunligi
Z area equal teng to each other. Ya'ni boshqa bo'laklar uzunligi ustozlar bizlarda bir-biriga teng ekan. Agar birinchi uzunlik menda 47 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisini x desam, uchinchisi ham menda x ga teng ekan. x plus 47 teng nechiga? 113 ga. Demak, bu yerdan bizlar x ni topadigan bo'lsak, 2x teng. Xo'sh, 113 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, bu yerda 6 10 dan 66 bo'lsa, x topsak bizlarda 33 degan javob chiqadi. Hammaga tushunarli bo'ldi-a? 6 gacha savol bormi? Hammaga tushunarli-a? Yaxshi. Keyingisiga o'tyapmiz. Yani 8. 6 dan keyin 8 kelgan. 7 yo'qmi? 7 yo'q ekan. 8 qaranglar. The scatter plot. Scatter plot degani bu bizlarda nuqtali grafik. Shown ko'rsatilgan, relation degani bu bizlarda munosabat. Munosabat between orasida two ikkita variables degan o'zgaruvchi. Variables degani bu o'zgaruvchi. O'zgaruvchi x va y. Align bir chiziq. Chiziq of best fit. Best fit degani eng mos. Eng mos also shuningdek shown ko'rsatilgan. Qaranglar sizlar. Mana bu graf berilgan ekan bizlarda. Endi shunda eng mos bizlarda ko'rsatilgan tenglamani topishimiz kerak. Endi qaranglar. Y barobar agar k x plus b funksiya oladigan bo'lsam, bizlarda kamayuvchi bo'lgandan keyin nima bo'lib qoladi? K ning o'zi 0 dan kichkina. Demak, k ning musbat qiymatlarini o'yindan chiqarib yuboramiz. Demak, musbat va musbat ketdi. Endi qaranglar. 0 ni qo'yganimda 2 dan kattaroq qiymatni qabul qilyaptimi? Demak, bizlarda qaysi javob bo'lib qoladi? D javob bo'lib qoladi. Bu bizlarda 0 ni qo'ysam 16.3 ni qabul qilyapti. 16.3 degan javobimiz mana bu bo'lib qolyapti. Bu -14 ta qabul bo'lishi kerak. Demak, bizlarda D javob ekan. Hammaga tushunarli-a, ustozlar? Shunchaki grafikka qarab topib qo'ysa bo'ladi. Tushganlar bo'lsa tekshirib olaversanglar bo'ladi bu yerda. Zuhroba tushunarli-a? Yaxshi. 9. Demak, bizlarda the expression ifoda, expression degan bizlarda ifoda. Ifoda mana shu ko'rinishda ekan. Equivalent degani teng. To degani ga ma'nosida keladi. B x ning 6-chisiga. Qaranglar sizlar. Menda 7x 6-chisiga 9x ning 6-chi qo'shsam 16, demak 8x ning 6-chisi teng b ko'paytirilgan x ning 6-chisiga. Demak, b ning o'zi nechiga teng ekan? 8 ga teng ekan. Where qayerdaki b ning o'zi o'zgarmas ekan. What is the value? Qiymati nima? Of b ning. Ya'ni b ning qiymati nima deyapti? Demak, b ning qiymati nimaga teng ekan? Bizlarda 8 ga teng ekan. 10-savol. At what point? Point degan nuqta. Nuqta what nima? Do the graph. Grafikda of the equations. Tenglamalarning y barobar 5x plus 8 and va 6x minus 2 tenglamalarning intercept degan kesishish nuqtasi. Kesish in the xy plani. Demak, koordinata tekisligida.
koordinata tekisligida. Demak, ikkita funksiya berilgan ekan bizlarda. Demak, y barobar mana 5x plus 8 va y barobar 6x minus 2 funksiyalar berilgan ekan. Demak, shuning kesish nuqtasining bizlarda koordinatalarini so'rayapti. Demak, 5x plus 8 ning o'zini men 6x minus 2 ga tenglashtiradigan bo'lsam, x ning o'zini topsam 10 va y ning o'zini topadigan bo'lsam, menda 58 bo'lib qoladi. Demak, 10 da 58 degan javob bo'lib qoladi. Bu bizlarda C javobda keltirilgan. Demak, 10 gacha hech qanday savol yo'q ustozlar. Savollar bo'lsa bemalol beringlar 10 gacha. Yaxshi. Demak, keyingi savolga o'tamiz. 11. Demak, a rectangle, demak, bir to'rtburchak. Bir to'rtburchak has degan ega. Ega a length uzunligi z 72 times degan marta. Marta width degan eni. Length degan uzunligi deganda bo'yini nazarda tutadi. Tushunarli? Demak, bitta to'rtburchak berilgan ekan, bizlarda qaranglar. To'rtburchak berilgan. Agar mana bu yermanda x bo'ladigan bo'lsa, bo'yi bizlarda 72x ekan. Ya'ni bo'yi enidan bizlarda 72 marta katta ekan. Endi gapda the function y 72w ko'paytirilgan w represents this situation. Bo'ldi, qaranglar. Endi bizlarda y barobar 72w ko'paytirilgan w mana shu vaziyatni bizlarda ifodalar ekan. Situation, vaziyat this bu. Vaziyat. Where qayerdagi y ning o'zi the area. Demak, yuzasining o'zi ustozlar bizlarda 72w ko'paytirilgan w ekan. Square feet. Demak, feet ning kvadratida ekan. Of ning rectangle, ya'ni to'rtburchakning y barobar 0 dan katta, ya'ni yuzasining o'zi bizlarda 0 dan katta shart berilgan ekan. Which of the following, quyidagilardan qaysi biri best interpretation, ya'ni eng yaxshi ta'rif of ning 72 ning in this context, ya'ni mana shu 72w ga eng yaxshi munosib ta'rifni topishim kerak ekan. Demak, 72 ning o'zi bizlarda to'rtburchakning bo'yining uzunligi. The length uzunligi of rectangle in feet. Ya'ni to'rtburchakning uzunligi 72 feet. Mana shuni e'tibor beryapti. Bo'ldi, mana bu joy. Masalan, B ga keladigan bo'lsak, the area of rectangle in square feet. Ya'ni 72w ning o'zi to'rtburchakning yuzasi deyapti. Xato. Masalan, the difference between the length of this rectangle in feet. Ya'ni aytyapti bunda eni va bo'yining orasidagi farqi deyapti. Yo'q, bu ham xato. D javobiga keladigan bo'lsa, the width of rectangle in feet. Ya'ni enining uzunligi deyapti. Bu bizlarda bo'yining uzunligi ustozlar. Demak, bunaqa savollar ham kelgan. 11. Ketdi. 12. For degani bizlarda uchun degan ma'noda keladi. For uchun given berilgan liner chiziqli function funksiya. Demak, f chiziqli funksiya uchun, ya'ni fx barobar 29 funksiya uchun which table, qaysi jadval? Jadval gives berilgan 3 uchta values qiymatlar of ning ma'nosida kelyapti. X their corresponding degan mos keladigan. Values qiymati of fx ga. Ya'ni qaranglar. Agar menda y barobar qandaydir a chizig'im bo'ladigan bo'lsa, bu koordinata boshida yoki koordinata x dan tepda yoki pastda yotadi. Keyin agar a ning o'zi musbat bo'lsa, mana bunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, x ning bizlarga qo'yadigan hozir ixtiyoriy qiymatida
ixtiyoriy qiymati nima bo'lishi kerak? 29 ga teng bo'lib qolaverishi kerak. Tushunarli? Demak, 1 da ham, 2 da ham, 3 da ham 29 ga teng bo'ladigan javob bizlarda B javobda ustozlar. Demak, 12 gacha hech qanday savol yo'qmi? Savollar bo'lsa beringlar. To'g'ri, masalan, men ham sizlar bilan hozir endi ishlayapman bu savollarni. Kecha bir ko'z yugurtirib chiqdim. Lekin o'tirib bir aniq o'qiganim yo'q, qunt bilan ishlaganim yo'q. Tushunarli bo'lyapti? Demak, 13 ga keldik. 13 dan sekin boshlaymiz. Qaranglar. In the figure shown. Demak, ko'rsatilgan figura. Ko'rsatilgan figura. Line chiziq. K'ning o'zi intercept, kesishadi. Kesish nuqtasi. Liner R va S bilan. Demak, qaranglar. Bizlarda mana bu K chiziq R va S chiziqlar bilan nima qilar ekan ustozlar? Kesishar ekan. If agar W ning o'zi 160 bo'ladigan bo'lsa, which additional degani qo'shimcha. Piece degani bu bizlarda parcha. Informatsiya. Demak, qo'shimcha bir parcha informatsiya ber deyapti. In surface provided liner R va N parallel bo'lsin deyapti. Qaranglar. Bizlarga qo'shimcha bitta ma'lumot ber deyapti. Ya'ni to'g'ri ma'lumot ber deyapti. R va S lar bizlarda nima bo'lsin? Parallel bo'lsin. R bilan S parallel bo'lsin. R bilan S parallel bo'lishi uchun menda mana bu yerda W ning o'zi Y ga teng desam bo'ladimi? Bo'ladi, chunki bir tomonlama burchaklar. Demak, W ning o'zi Y ga teng ma'lumot bizlarda bitta. Bizlarda qo'shimcha ma'lumot sifatida qaralishi mumkin. Demak, shunaqa javob bormi? Yo'q. Endi qaranglar, nima qilamiz? Xo'sh, X va X plus Y ning qiymati bizlarda 180 bo'lishi kerak. Ya'ni bu yo'q. Bu tomon bizlarda unaqa emas. Demak, yana qanday ma'lumotlar berilgan? Agar X teng 20 bo'lsa, qaranglar. Agar W ning o'zi 160 bo'ladigan bo'lsa, X ning o'zi menda 20 ligi, qaranglar ustozlar. X ning o'zi 20 ligi ma'lumot sifatida qaralmaydi. Chunki mana bu to'g'ri chiziqning jami 180 ligini ifodalaydi bo'ldi. Agar menda Y ning o'zi 160 bo'ladigan bo'lsa, W ning o'zi bizlarda 160 gradusligi bor. Demak, Y ning o'zi ham 160 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak R parallel nima bo'lib qoladi? S bo'lib qoladi. Demak, bizlarda B javob to'g'ri javob. Tushunarli? Ovoz bor Usmonjon aka lekin. Shahloba 11 ni to'g'ri ishlaganmisiz? Tushgan bo'lsa? Tushunarli ustozlar? On to'rt desam 13 ikkita berilgan ekan, mana 14. Endi in the xy plani koordinata tekisligida. The grafigi of given equation in circle. Demak, koordinata tekisligida aylana tenglamasi berilgan ekan. Demak, bu circle degani aylana. Endi qaranglar. If agar this bu aylana chizilgan in a square, demak kvadratga chizilgan ekan aylana, ya'ni ichki chizilgan. Tushundingmi? Endi aytyapti, what is the perimeter? Perimeter nima? Kvadratlik. Bo'ldi, demak birinchi biz aylananing radiusini hisoblab olaylik. Qaranglar. X kvadrat minus 4x plus 4 plus y kvadrat minus 8y plus 16 minus 20 minus 80 teng 0 bo'lib qoladi. Chunki 4 bilan 16 ni qo'shdim, demak shuni bizlar ayirib olishimiz kerak o'z so'zida.
Demak, bu yoq bizlarda x minus 2 ning qolsa kvadrati plus y minus 4 ning qolsa kvadrati. Teng nechiga 10 ning kvadrati. Demak, radius teng bizlarda 10 bo'lib qolgan ekan. Endi qaranglar. Mana bitta kvadratim bor. Mana shu kvadratimga menda endi aylana ichki chizilgan ekan. Tushunarli? Demak, shunga bitta aylana chizamiz. Mana. Agar aylana chizadigan bo'lsa, mana bu bizlarda diametrning o'zi tomoniga teng bo'lib qoladi. Demak, diametrning o'zi bizlarda 20 bo'lib qoladi va buning o'zi ham tomoniga teng. P barobar 4a. Demak, 4 ko'paytirilgan 20. 4 ni 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 80 bo'lib qoladi va bu bizlarda C ijodda keltirilgan. Tushundingizmi ustozlar? 15. Xo'sh, qaranglar. A real estate company officer surgery waivers. Xo'sh, 1250 people. First waiver people. Two waiver. Second waiver shuncha bo'ladigan bo'lsa. Qaranglar, nima qilamiz keyingi savolda? Haqiqiy estate company. A real estate company offers in several three ways. Ya'ni 1250 ta nima bor ekan? Bizlarda ishchi bor ekan. Birinchisida 46%, ikkinchisida bizlarda birinchisiga qaraganda 32% va second waiver nima degan bu? Qaranglar. Xullas, bitta kompaniyaga aytyapti bu yerda 1250 tasi bizlarda birinchi vebinarga nima qilingan? Taklif qilingan. Qaranglar, birinchi vebinar, ikkinchi vebinar va uchinchi vebinar bo'ladigan bo'lsa, birinchi vebinarga 1250 kishi taklif qilingan ekan. Endi aytyapti 46% odam demak nima qilyapti deyapti? Birinchi vebinarni second webinar. Demak, qaranglar. Ikkinchi vebinarga birinchi vebinarning 46% kelgan. Demak, 1250 ni ko'paytiraman 46 ga, bo'laman ichiga 100 ga, bu bizlarda ikkinchi vebinarga kelgan so'zlar. Va aytyapti, birinchi va ikkinchi qatnashganlar 32%. Webinar va 32%. The people who attend first and second webinars attend third webinar. Qaranglar. Uchinchi webinarga deyapti, birinchi webinarga va ikkinchi webinarga qatnashganlarning 32% keldi deyapti. Endi deyapti, how many people third webinar? Ya'ni uchinchi webinarga necha kishi keldi deyapti. Bo'ldi, mana buni hisoblab qo'yishimiz kerak. Xo'p. Demak, mana bunday qilaylik. 1250 birinchisiga kelgan bo'lsa, 1250 birinchisiga kelgan bo'lsa, bu bizlarda 1250 ko'paytirilgan 0.46 bo'lib qoldi. Demak, ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, mana 1250 ko'paytirilgan 1.46 bo'lib qoladi. Endi mana buncha odam bizlarda shuni 32% ni hisoblaydigan bo'lsam, 3-vebinarga kelgan. Demak, 1250 ko'paytirilgan 1.46 ko'paytirilgan 0. necha bo'lib qoladi? 32 bo'lib qoladi. Kimnidir yonida kalkulyator bo'lsa, mana shuni ko'paytirib bersam, telefonim yonimda emas. Zaryad o'chib qoldi. Kimnidir yonida kalkulyator bo'lsa, mana shuni ko'paytirib hisoblab bersin. Bir ming ikki yuz ellikni 1.46 ga 0.32 ga ko'paytirib beringlar. Da 8-martadagi savollar.
Hozir bu endi mana shuni hisoblanglar. Hozir bu 3-chi vebinardagilar chiqadi. To'g'rimi? Demak, mana bu yerda 584 ta 3-chi vebinarda qatnashgan ekan. How many people qancha qatnashchi mana qaranglar. All degani hammasi. Hamma. Demak, hamma vebinarda necha kishi qatnashdi deyapti. Demak, 1250 qo'shaman 1250 ko'paytirilgan 0.46 va qo'shaman 584. Shunda bizlarda jamizda qatnashganlarni chiqadi. Mana shuni hisoblasangizlar, jami uchala vebinarda qatnashgan ishtirokchilar soni chiqadi. Mana shuni endi hisoblab qo'yinglar bo'ldi. So'zlar mana buni ham yozib qo'yaman. 1250 ko'paytirilgan 1.46 ko'paytirilgan 0.32. Mana bu yerda kalkulyator beradi. Mana qaranglar, tepaga yozganman. Mana yashil bilan chizyapman. Mana bu yerda kalkulyator bor. Shuni bosasizlarda hisoblab ketaversangizlar bo'ladi. Shunga jamiz 584 mi? Yo'q, jamiz 584 bo'lmaydi, chunki 1250 birinchisida qatnashgan u. Mana bu yerda Husan aka qarang. Bizlarda birinchisida 1250 degan-ku, ikkinchisida 1250 ko'paytirilgan 0.46. Agar ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 1250 ko'paytirilgan bizlarda 1.46 bo'ladi-yu. Shuning 32% hisoblasam, mana 3-chi vebinardagi chiqadi. Demak, uchalasini qo'shib qo'yishimiz kerak. Xullas, mana shuni hisoblasangizlar, ustozlar javob chiqadi, bo'ldi. Endi hisob kitobga alohida to'xtalib o'tirmaylik. Which table qaysi jadval? Qaysi jadval? Qaysi jadval? Gives for berilgan 4 values qiymatlar of ning x their corresponding values. Corresponding degan bizlarda mos keladigan. Mos keladigan qiymatlar berilgan ekan. Endi aytyapti, xo'sh, fx ning o'zi fx4 uchun given berilgan exponential funksiya. Ya'ni qaysi bizlarda fx ning o'zi exponential funksiya bo'ladigan bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri bizlarda o'rinli. Demak, fx funksiya ustozlar bizlarda 24 ko'paytirilgan 2 ning darajasida x taqsim necha? 6. Endi agar x ning o'rniga -6 ni keltirib qo'yadigan bo'lsam, bizlarda 12 ni beradimi? 0 ni keltirib qo'ysam, menda necha bo'lishi kerak? 24 bo'lishi kerak. Demak, bu yerda bo'lmaydi va mana bu yerga kelamiz. 0 da 24. Ya 6 ni keltirib qo'yadigan bo'lsam, 24 kare 2 bizlarda 48 bo'lib qolishi kerak. To'g'rimi? Bu 12 ni keltirib qo'ysam, menda necha? 96. Demak, bu bizlarda bejavob bo'lib qolar ekan, ustozlar. Agar kimgadir tushgan bo'lsa, 12 ni keltirib qo'ysak, xo'sh, 96 24 kare 4 bo'lib qoladi. Bu ham 96 ga teng. Ustozlar, 16 gacha hech kimda hech qanday savol yo'qmi? O'rtada bitta hisob kitob bor, o'shani hisoblab olasizlar o'zlaringiz. 16 gacha hech kimda hech qanday savol yo'q-a? Yaxshi. Keyingisi o'tyapman. Nima degan? Bu yoq ko'rmas ekan. Mana shuni to'liq sharti kimdadir bormi? Xo'p, qaranglar. The study fluctuation left water potential. Demak, sample fluid 24 3 cuts in cube. The length of edge on this shuncha santimetr ekan. Endi aytyapti, density shuncha gram bo'lsa, per cubic centimeter what is the weight of gram? Qaranglar. Demak, ustozlar qarang. Bitta xonada
bitta xonada. Demak, suvning bug'lanishi bo'yicha bug'lanishi potensiali o'rganilayotgan ekan. Endi aytyapti, mana shu o'rganish uchun 22 ta bizlarda kub berilgan ekan. 22 ta kubcha berilgan ekan. Endi aytyapti, the length uzunligi edge one of. Qaranglar. One of degani biri kubning 3000 santimetr ekan. Demak, bitta kubning bizlarda tomoni 3000 santimetr bo'ladigan bo'lsa, 3000 santimetrning o'zi bizlarda necha bo'lib qoladi? Xo'sh, the length of 3000 santimetr bu bizlarda 30 nima bo'lib qoldi? Metr bo'lib qoldi. Endi aytyapti, this kub tushuncha gram taqsim santimetr kub ekan. Qaranglar, zichligi rho barobar 0,2500 250 gram taqsim santimetr nima ekan? Kub ekan. Endi aytyapti, what is the massasi this gram? Massasi qancha gram deyapti bu yerda. Qaranglar. Xullas bitta kubcha bor ekan. Mana, bitta kubcha bor ekan. Bitta kubchaning bizlarda tomoni qirrasi 3000 santimetr ekan. Demak, bu 30 nima bo'ldi? Metr bo'lib qoldi. Bu ham 30 metr bo'lib qoldi. Endi bu yerda o'zi metrga o'tish shartmikan? Shart emas. Endi qaranglar, m barobar rho ko'paytirilgan v qiladigan bo'lsam, m barobar qaranglar. 2250 ko'paytirilgan 10⁻³ ko'paytirilgan 3 ning kubi ko'paytirilgan 1000 ning nechanchisi qilaman? 3-inchisi qilaman. Bo'ladimi shunday qilsam? Qaranglar ustozlar. Men xato qilyapman hozir. 3000 santimetr deyapman. Bu yo'q ko'rilmagan menga. Demak, 250 shundan bizlarda 22 dona bor. 250 ko'paytirilgan. Xo'sh, 10⁻³ ya'ni taqsim 1000 ko'paytirilgan. 3 ning kubi 27 ko'paytirilgan 22 ko'paytirilgan 1000 ko'paytirilgan 1000 bo'lib qoladi. Demak, 1000 dan qisqartirib yuborsam 250 ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 22 ko'paytirilgan 1000 bo'lib qoladi. Shuncha gram emasmi? 3000 emas 3. Mana 3000 emas ekan, 300 santimetr ekan. Uzr. Yo'q, 22 kerak, nimaga kerak emas? Qaranglar. Tomoni 3 santimetr ekan. Bitta kubchaning tomoni 3 santimetrdan ekan. Demak, bitta kubchaning hajmini topadigan bo'lsak, 3 ning kubi bo'lib qoladi. M barobar bizlarda rho ko'paytirilgan v va qaranglar. Mana bu kubchadan bizlarda 22 dona bor. Demak, 0,250 ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 22 bo'lib qoladi. Mana shuni hisoblanglar, bo'ldi. Nimaga 22 kerak emas? 22 kerak. 22 ta kubchaning sizlarda anonsini so'rayapti, massasini so'rayapti. Agar 22 ni olmagan bo'lsangiz, mana shu savollar xato ketdi. Hosil.
Ovozim eshitilyaptimi sizda? Hozir men shuning to'liq shartini bitta qidirib ko'ray ustozlar. Bitta to'liq shartini qidirib ko'ray. Agar topa olsam, hozir to'liq sharti bo'yicha ko'rib ketamiz. Hozir bitta qidirib ko'ray. Agar 22 ta degan bo'lsa, aniq 22 olinadi lekin. Xo'p. Topolmadim men ustozlar. Topolmadim. Keyingisiga o'taylik. Bunda lekin 22 aniq olinadi agar 22 ta degan bo'lsa. Qayerga tashladingiz opa? Posters. Hozir. Bu yerda 20 ekan, 21 ekan, to'g'rimi? Hozir ko'ramiz. Aytyapti. Xo'sh, bizda shu bo'ladigan bo'lsa, from 23 and kub. 21 ta deyapti. Voy voy, bitta shu masala olib qoldimi? Bilmadim lekin men buni hozir. Shunaqa. Bu yerda 22 ta daraxtdan, ya'ni 22 tadan xullas namuna olindi deyapti. Mana bu yerda 22 ga ko'paytirmaysizlar. 22 ta kubcha deb ketibman men. Shunda mana bu javob bo'lib qoladi. 27 ning o'zi bo'lib qoladi, ustozlar.
Shunaqa. Bittan so'raga men 22 ta deb o'ylabman ustozlar. Keyingisiga o'tamiz. Qaranglar. Demak, what nima are all, ya'ni hamma. The solutions, yechim to ga given equation. Demak, hamma yechimini bizlardan nima qilishimiz kerak ekan? Topishimiz kerak ekan. Demak, minus 2 mana bunday qilaylik. 2 ko'paytirilgan modulda 5x plus 9 teng necha qilaman? 18 qilaman. Demak, 5x plus 9 ning o'zini bitta 9 ga tenglashtiraman. 5x plus 9 ning o'zini bitta minus 9 ga tenglashtiraman. Bu yerda x teng 0 ligi va bu yerda x teng minus 18 taqsim 5 ligi chiqadi va bu bizda C ijodda keltirilgan. 20-savolga o'tyapmiz. What is the sum? Sum degan bizda yig'indir. Demak, yig'indi of the solutions to the given equation. Demak, berilgan tenglama ildizi yig'indisini topinglar. Demak, x1 plus x2 teng nimaga? 84 ga. V dan foydalanib qo'ysizlar, yetarli. Demak, bu bizda D ijodda keltirilgan. 21. Mana buni ham bu yoq ko'rilmagan ekan. For the right circular cone shown. Cone degan bizda konus. Konus shown ko'rsatilgan. Right degani to'g'ri. Ya'ni qiyshiq emas. To'g'ri bizlarda nima berilgan ekan? Konus berilgan ekan. Asosi bizlarda aylanadan iborat. Endi B nuqta 1, ya'ni aylanada yotadi. Aylana uzunligida yotar ekan. Tushunarli? B nuqta. Hozir base degan asos. And va the length uzunligi of segment AB ning. Demak, AB bo'lagining bizlarda uzunligi ustozlar not shown, ya'ni ko'rsatilmagan. Buni o'zlaringiz chizib olishlaringiz kerak, 32 ga teng ekan. Endi aytyapti, if agar height, ya'ni balandligi bizlarda, ya'ni konusning 16 sm bo'ladigan bo'lsa, aytyapti, hajmining o'zi, ya'ni konusning hajmi bizlarda k ko'paytirilgan pi bo'ladigan bo'lsa, shundan bizlarda k ning uzunligini topishimiz kerak. Demak, mana bunday qilamiz. Demak, bu bizlarda perpendikulyarmi? Demak, bu bizlarda 16/3. Chunki mana bu 60 gradus. Qaranglar endi. V barobar 1/3 ko'paytirilgan pi r kvadrat ko'paytirilgan h bo'lib qoladi. To'g'rimi? Demak, 1/3 pi ko'paytirilgan radiusning kvadrati 16 ning kvadrati 256 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan h'imiz bizlarda nimaga teng? 16 ga teng. Shuning o'zi pi ko'paytirilgan nimaga? K ga. Demak, pilarni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, k ning o'zi bu yerdagi 3 lar ham qisqarib ketdi. 256 ko'paytirilgan 16 bo'lib qoladi. Demak, uni hisoblab qo'ysangizlar yetarli ustozlar. Hisoblab bering mana shuni. 4096 ham 4096 ekan. Hisoblasangizlar shu chiqsa kerak. Yes. Keyingisiga o'tamiz. 21 ketdi, 22. Boshladik. Xo'sh, in the xy plani koordinata tekisligida. Koordinata tekisligida. The line K, ya'ni K chiziqning o'zi va line L, ya'ni L chiziq bizlarda nima ekan? Are perpendicular intercept, ya'ni perpendicular kesishar ekan the point 208 nuqtada. Demak, bizlarda ikkita chiziq berilgan ekan. Mana agar bittasini K chiziq deb oladigan bo'lsangizlar, ikkinchisi bizlarda L chiziq bo'ladigan bo'lsa, L chiziq bo'ladigan bo'lsa, bular bizlarda perpendikulyar kesishar ekan, demak 208 degan nuqtada. If agar line K definite aniqlangan by equation y barobar mx plus b. Demak, qaranglar. Agar mana buning o'zi y barobar mx plus b ko'rinishida aniqlangan bo'lsa, demak L chiziqning o'zini keyin bizlar minus 1 taqsim mx plus qandaydir a chiziq deb olaman. Chunki
Mana bu ikkalasi bizlarda perpendikulyar bo'lishi uchun k1 ko'paytirilgan k2 ning o'zi -1 bo'lishi kerak. Tushunarli? k1 ko'paytirilgan k2 -1 bo'lishi uchun mana buning o'zi bizlarda m bo'ladigan bo'lsa, demak bu bizlarda -1 taqsim m ligi aniq. Demak ustozlar, 2 ni olib borib qo'ysam menda nima bo'lishi kerak ekan? 8 bo'lishi kerak ekan. Demak, 2 ni olib borib qo'ysam 8 bo'ladigan qiymatni topishim kerak ekan. Qarang. Mana bunga keltirib qo'yaylik. -1 taqsim m ko'paytirilgan 2 plus a ning o'zi menda 8 ga teng bo'lishi kerak. Demak, a ning o'zi 8 plus 2 taqsim nima bo'lib qoldi? M bo'lib qoldi. Demak, qarang do'stlar. El chizig'im menda nima ekan? -x taqsim m plus 8 plus 2 taqsim m ko'rinishidagi funksiya ekan. Endi qaranglar, har bittasida 3 ning olib borib o'zini qiymatini qo'yaptimi? 3 ni olib borib qo'ysam 8 - 1 taqsim m ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha chizig'im. 3 ni borib qo'yaman -3 taqsim m plus 8 plus 2 taqsim m. Demak, buning o'zi 8 - 1 taqsim m bo'lib qoldimi? Ha, demak bizlarda A javobi ekan. Tushunarlimi ustozlar? Birinchi modul bo'yicha hech kimda savol qolmadi-ya? Mavjud opa, 8-marta tushgan savollar. Birinchi modul hammaga tushunarli bo'ldimi ustozlar? Qoida hech kim yozmagan. Yaxshi. Ikkinchi modulga o'tamiz. Birinchi modulda kimda savol qoldi? Tushunarlimi? Ikkinchi. Endi aytyapti. The graph shown ko'rsatilgan grafikda the height balandlik above yuqorida ground. Demak, yuqorida bizlarda ko'rsatilgan grafikda balandlikni ifodalar ekan. Tushundingmi? Endi height above ground bizlarda ya'ni yerdan ground o'zi height ground degani yerdan balandligi degan ma'noda kiradi. Demak, yerdan balandligi bizlarda ko'rsatilgan ekan. In meters, ya'ni metrda ekan. Of ning above, ya'ni bir to'pning x second after dan keyin the ball was launched upward from platform. Ya'ni qaranglar. Bitta to'pning x sekunddan keyin yerdan xullas balandligini ifodalar ekan. Endi aytyapti, which statement, qaysi ibora is the best interpretation of the market point, ya'ni 1 sekundda 3.9 this context, ya'ni 1 sekundda 3.9 ga chiqqanni bizlarda ifodalar ekan. Demak, qaranglarda, agar h barobar qandaydir x plus v0 t plus a t kvadrat taqsim 2 qiladigan bo'lsam, balandligini agar ifodalar oladigan bo'lsam, qaranglar. Mana bu yerda bizlarda h ning o'zi t ga qarab o'zgarib boradi. Ya'ni yerdan qanchadir balandlikda va t ga qarab bizlarda balandligi o'zgarib boradi. Demak, 1 da 3.9 degani 1 sekunddan keyin yerdan 3.9 metr balandlikda degan ma'no bo'lib qolyapti. Demak, 1 sekundda yerda 3.9 metr balandlikda. 1 sekund after begin launched, ya'ni otilgandan 1 sekunddan keyin the ball, to'pning height balandligi about ground, yerdan 3.9 metr balandlikda. Demak, A javob bo'lib qolar ekan. Qolgan javoblarni tekshirishim ham shart emas. A javob bo'ladi. Ikkinchi savolga o'tyapman. In one week 2017. Demak, 2017-yilda, ya'ni bir hafta ichida, 2017-yil bir hafta ichida
ishida earn daromad oladi, texnika demak daromad oladi, daromad oladi, total jami $700 by working, ya'ni ishlagani bizlarda orqali $700 nima qilar ekan? Daromad olar ekan regular job and second job doing part-time work. Ya'ni oddiy ishchi va ikkinchi ishchi yarim kunlik ishdan jami $700. Second doing part-time work. Qaranglar. Xullas 2017-yil bir hafta ichida texnik xodim demak birinchi ishchi va ikkinchi ishchining bizlarda yarim kunlik ishlagan vaqtida bizlarda $700 oylik olar ekan. Endi aytyapti bu yerda the equation, ya'ni tenglama 16h plus 13s teng 700 represents this situation. Ya'ni bu vaziyatni bizlarda bu holatni ifodalaydi. Bu yerda h ning o'zi the number of hours worked at her regular job and the number in her second job. Qaranglar. 16 ning o'zi, ya'ni h ning o'zi birinchi ishchi va c ning o'zi bizlarda bu yerda ikkinchi ishchi deyapti. Tushungan? Xo'sh, ishlagan soatlar sonini ko'rsatar ekan. Quyidagilardan qaysi biri 16 ning bizlarda 16 uchun eng yaxshi kontekst bo'la oladi? Demak, 16 ning o'zi ustozlar bizlarda qaranglar. Xullas, agar menda h ning o'zi ishlagan soatlar soni bo'ladigan bo'lsa, demak 1 soatiga, qaranglar, 1 soatiga $16 pul olar ekanda. Tushundingmi? 1 soatiga $16 pul olar ekan. Demak, $16 bizlarda 1 soatlik bizlarda ishlagan soat ekan. Xo'sh, endi A javobda aytyapti. Texnik xodim oddiy ish joyida ishlab 1 soat uchun ishlagan pul miqdori dollarda. Mana javob. Qaranglar. The amount miqdori in dollarda, the texnikan degan bu bizlarda nima ekan? Texnik xodim ekan. Texnik xodim. Earned daromad oladi for uchun each her hour soati she worked her regular job. Ya'ni birinchi ishchi ishlagan har bir soat uchun oladigan daromad ekan $16. Demak, A javob bo'lib qoladi. Tushunarlimi? A javob belgilaganmisizlar, tushganlar? Yes. Keyingisi, which of the following list represents ko'rsatib beradi data sets with bilan smallest standard deviation. Xo'sh, 3-chi javobni yozinglar qani? Istagan bo'lsangizlar. 3-chi javobni yozinglar. Qaranglar. Aytyapti. Yo'q, Shahloba, adashyapsiz. Aytyapti. Which of the following quyidagilardan qaysi biri list represent ko'rsatib beradi data set with bilan smallest standard deviation. Ya'ni quyidagi ma'lumotlar to'plamida qaysi biri bizlarda eng kichik standart og'ishga ega deyapti. Demak, standart eng kichkina og'ishga egasi bizlarda qaysi bo'lib qolyapti? D javob bo'lib qolyapti. 46, 47, 47, 47, 48 bizlarda eng kichik standart og'ishga ega bu hisoblanadi. D javob. Tushuntira oldimmi? Bu juda oddiy ikkinchi modulga. Keyingisiga o'tdik. 4. In the figure shown, ko'rsatilgan figurada triangle CAE
uchburchak similar o'xshash to mana shu CBD. CAD uchburchak similar o'xshash uchburchak CBD. The measure o'lchovi of angle ya'ni CBD 56 gradus ekan. Demak, qaranglar. CBD bizlarda mana bu 56 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham bizlarda 56 gradus bo'lib qoladi. Endi AE ning o'zi 24 BD ga teng ekan. AE ning o'zi 24 BD ga. Agar x bo'ladigan bo'lsa, bu 24 x ekan. What is the measure of angle CAE ning burchagini so'ragan. CAE 56 gradus bo'lib qoladi. Bejo. Prosta bu yerda o'xshashligini aytib ketgan. Demak, burchak CAE bilan teng bo'lib qoladi burchak bizlarda CBD ustozlar. Shuning o'zini so'ragan ekan. Tushunarli? Endi qaranglar. Keyingi o'tyapmiz. 5-si. Xo'sh, at a convention center there are total tushuncha. Convention degani xullas bitta markazda, xullas bitta umumiy odamlar yig'iladigan markazda there are total 375 visitors degani bu bizlarda tashrif buyuruvchilar. Keling, mana shu tashrif buyuruvchini odamlar deb ketamiz. Demak, bizlarda 375 ta odamlar tashrif buyurilgan ekan. Each har odamlar located in either room. Demak, either degani qaranglar. Yoki unisi yoki bunisi. Demak, tashrif buyuruvchilar located ya'ni joyning yoki A xona yoki B xona yoki C xonani nima qilgan ekan? Room degani xona tanlagan ekan, xullas. Endi aytibdi, if agar one of ya'ni biri ya'ni tashrif buyuruvchilarning selected tanlandi random degan ixtiyoriy. Probability ehtimolligi selecting tanlanganda visitor tashrif buyuruvchilarning qaranglar located in room 0.64 ekan. Demak, qaranglar. PA ehtimollik deyman, kelinglar 0.64 ekan. Ya'ni A xonaning tanlash ehtimolligi ustozlar bizlarda 0.64 va probability selecting visitor who located in room B. Demak, PB ning o'zi bizlarda nimaga teng ekan? 0.32 ekan. Endi how many visitor qancha tashrif buyuruvchilar C xonaga kirgan. Demak, qaranglar. A xonaning ehtimolligini qanday topaman? Agar A ni 375 ga bo'lib ustozlar hisoblasam 0.64 bo'lar ekan. Demak, A ni hisoblasam 375 ko'paytirilgan nima bo'lib qoldi? 0.64 bo'lib qoldi. Agar B ni topadigan bo'lsam, xuddi shunday 375 ko'paytirilgan nima bo'lib qoldi? 0.32 bo'lib qoldi. Agar ikkalasini qo'shib 375 ko'paytirilgan nima bo'lib qoldi shunda? 0.96 bo'lib qoladi. Demak, mana shunchasi A va B xonaga kirgan. Demak 375 dan mana bu hisoblagan kelinglar qiymati x bo'ladigan bo'lsa, shuni ayiradigan bo'lsa, bu bizlarda C xonaga kirgan tashrif buyuruvchilar bo'ladi. Demak, mana shuni hisoblab beringlar. 0.96 bo'ladigan bo'lsa, demak 375 ni ko'paytirishimiz kerak 0.04 ga. Mana shuni hisoblasangizlar, bizlarda C xonaga tashrif buyuruvchilarning soni chiqadi. Mana shuni hisoblab beringlar ustozlar. Demak, 375 ko'paytirilgan 4 taqsim necha bo'lib qoldi? 100 bo'lib qoldi. 20 ning 0 2 o'tdi, 28 30 ning 0 3 o'tdi, 12. Xo'sh, 15 taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, bular ketdi. Demak, 15 chiqar ekan. Bejo. Tushunarli? Tushunarli ustozlar? Savol. Ya. Keyingi o'tdik.
The solution yechimi to the given system of equations is x, y. Demek berilgan tenglamalar sistemasining yechimi bizlarda x bilan y ekan. What is the value of 2y ning qiymatini toping degan. Xo'p, demak x taqsim 4 plus 6 teng minus x taqsim 4 plus nechaga? 20 ga. Demak x taqsim 2 ning o'zi menda 14 ga teng. Demak x ning o'zini topadigan bo'lsa 28 bo'lib qoldi. Agar x 28 bo'ladigan bo'lsa, y teng shunda 28 taqsim 4 plus necha bo'lib qoldi? 6. Demak, bu yerdan y teng 13 ligi chiqadi. Demak, 13 ni ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak, bizlarda 26 chiqar ekan. Bizlarda A javobda kelgan. Keyingisiga o'tyapman. In 5 day, ya'ni 5 kunda polar bear demak ayiqmidi? Fat. Fat degan nima edi ekan? Go'shtmikan yoki asalmikan yoki semizlikmikan? Xullas qaranglar. Bitta 5 kunda polar ayig'i 22 pound nima olar ekan? Vazn olar ekan. Shunday deylik. Which equation qaysi description tasvirlaydi? Describe tasvirlamoq. The amount miqdori of fat y pound. Polar bear this 5 day. Qaranglar. Agar y bizlarda umumiy oladigan vaznni ifodalaydigan bo'lsa, demak bizlarda 5 kunda nima qilar ekan? 22 pound vazn olar ekan. Bugun y barobar 22 bo'ladi. Qo'shish kerak emasmi? Nimani qo'shish kerak emasmi? Ustozlar. Tepadagini qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. 2y teng 26. Men o'zim qiyin yo'ldan ketibman, uzr. Ertalab 8 dan buyon darsdaman. Masalan, men bu savollarni ham o'ylab ko'rganim yo'q. O'zi sog'liq bo'yicha muammo bo'lib 2 kundan buyon kanalga hech narsa yozganim yo'q. Xo'sh. Aytyapti bu yerda. Demak, 5 kunda oladigan vazni deganmi? Hozir. Bitta ma'nosini o'ylab oling. Yoki nimadir iste'mol qiladimi? Demak, mana bunday qilamiz, qaranglar. In 5 day, ya'ni 5 kunda polar degan bizlarda qutb bir ayig'i. Demak, qutb ayig'i demak 22 pound of it. Mana bunday qilamiz, qaranglar. Demak, 5 kunda qutb ayig'i 22 kilogram bizlarda fat, ya'ni yog'mikan? Yog' iste'mol qiladi deylik. Endi qaysi tenglama? Demak, qaysi tenglama bizlarda yog' miqdorini nima qiladi deyapti? Ko'rsatib beradi deyapti. Ya'ni 5 kun ichidagi. Demak, y barobar 22 bo'lib qoladi. Demak, 5 kunda bizlarda qaranglar. Juda oddiy ekan. 5 kunda 22 kilogram masalan nimadir yeydigan bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri o'sha 5 kun ichidagi, ya'ni qutb ayog'ining iste'mol qilgan narsasini ko'rsatib beradi. Mana bu fatni yana bir ko'ringlar, yog' bo'lishi ham mumkin lekin. Da y barobar 22. Ya'ni bu yerda qaranglar. Xullas, qutb ayog'i 5 kunda 22 kilogram mana shu x mahsulot yeydigan bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri 5 kun ichida o'sha x ning miqdorini ko'rsatib beradi deyapti. Yo, 5 kunning ichidagi yegani bo'lsa 22 bo'lib qoladi. B javob bo'ladi 100%. Keyingisi o'tyapman 8. Demak 8 da bizlarda endi exponential funksiya keltirilgan ekan. Demak, bu bizlarda yaxshi savol turiga kiradi. Ko'ramiz. Exponential funksiyani men birma-bir o'tib berganman. Agar o'sha exponential funksiyada kimdadir muammo bo'lsa, o'sha darsni bir marta polni ko'rib chiqinglar. Demak,
Research degani bir olim. Research kuzatuvchi olim degani shuni bir olim deylik. Observers degani bu bizlarda kuzatadi. Kuzatmoq. Kuzatmoq. A sample nuclide degani u xullas bitta modda. Bir modda. And exponential ya'ni bir exponential funksiya ekan. Tushunarli? Ya'ni darajali model ekan. Darajali model. Endi estimate degani bu bizlarda hisoblangan. Estimates degani hisoblangan. The mass degani massasi in gramda, ya'ni og'irlik gramda hisoblangan ekan. Endi qarang, decreases degani kamayadi. Kamayadi. 22% every. Every degani har. Har 11,1 minutda. Demak, bir moddaning massasi 11,1 minutda ustozlar 22% kamayar ekan. Okay? Which of the following quyidagilardan qaysi biri, ya'ni quyidagi tenglamalardan qaysi biri could bo'lishi mumkin, represent ko'rsatilgan this model, ya'ni bu modelni ko'rinishi bo'lishi mumkin deyapti. Where qayerdaki m estimate massa hisoblangan massa ekan. Demak, m ning o'zi hisoblangan massa in gramda ekan. Simple t demak, t ning o'zi bizlarda minutlarda, demak researcher began after simple. Demak, quyidagi tenglamalardan qaysi biri mana shu munosabatni o'rganadigan model bo'ladi deb. Demak, 100 ko'paytirilgan a ning x bo'ladigan bo'lsa, ustozlar qarang. Agar t teng 0 vaqti bizlarda 100 edi. Agar endi t teng manda, ustozlar, t teng 11,1 minut o'tadigan bo'lsa, 22% kamayadigan vaqtni 22% kamayadigan moddani topishim kerak. Tushundingmi? 22,2% kamayadigan, ya'ni m barobar 100 ko'paytirilgan, qaranglar. 22% kamayadigan bo'lsa, menda nima bo'lib qoladi? 0,78 bo'lib qoladi. 0,78 ning qandaydir x-inchisi. Endi mana bu x-ni topishim kerak. Demak, bu 11,1 ni qaranglar. Qaysi tenglamada 11,1 ni olib borib qo'yadigan bo'lsam, 22% kamayadi. Demak, mana D javobda. Demak, mana bu t taqsim bizlarda 11,1 berilganmi? Agar t ning o'rniga 11,1 qo'yadigan bo'lsam, daraja 1 bo'lib qoladi, 22% kamayadi. Agar t ning o'ziga 22,2 keltirib qo'yadigan bo'lsam, demak 2 ga bo'laman, 100 ko'paytirilgan 0,78 ning darajasida baribir nima bo'lib qoladi bizlarda? 2 bo'lib qoladi. Bu yana 22% avvalgisiga nisbatan kamayadi. Demak, to'g'ri javob bizlarda D. Yo'q, vazn kamayadi, decreases, kamayadi degan. Bu yerda umuman qo'shilgan vaziyat olinmagan. D ga agar kimdir D ni belgilagan bo'lsa, to'g'ri o'qigan. D dan boshqa javob 100% xato. Tushunarlimi? Ustozlar. Bunaqa misollarni tushunadi deb oldindan o'tib ham berganman. Exponential funksiya tushunarli bo'ldimi ustozlar? Yaxshi. Nimaga ketaman? Kommentariy yozadigan odamim yo'q, qoyil. Line card, demak card chiziq definite by aniqlangan y barobar 8x plus 7 ko'rinishda. Line J parallel to line K ga ekan, xy plani, ya'ni koordinata tekisligida. Koordinata tekisligida. Passes through degani orqali o'tadi. Orqali o'tadi. Demak 0,15 nuqtadan ekan. Demak J chiziq. Which equation definite by J? Demak qaranglar. Demak ikkita y bir parallel, masalan y2 ga bo'ladigan bo'lsa, demak k1 ning o'zi bizlarda k2 ga teng bo'lishi kerak va b'lar bir-biridan farqli bo'lishi kerak. Ya'ni b1 teng emas, nima bo'lishi kerak? Menda b2 bo'lishi kerak. Demak J to'g'ri chiziqniki bizlarda nima ekan? 8x plus qandaydir 5 chiziq ekan va 0,15 nuqtadan o'tar ekan. Demak b ning o'zi bizlarda 15 ga teng.
Demak, C to'g'ri chiqamiz bizlarda 8x plus 15 ko'rinishidagi chiziq ekan va bu bizlarda C. Buni koordinat, ya'ni funksiyalarni o'tgan vaqt bunaqa savolni juda ko'p tushuntirib bergan. Demak, C chiziq C javob bizlarda to'g'ri hisoblanadi ustozlar. Xo'sh. 10 o'tdik. 9dan keyin 10 ekan. Yaxshi. Ya'ni o'rtada tashlab ketilmagan bo'lsin deb. For uchun the linear function p. Demak, p chiziqli funksiya ekan ustozlar. P ni o'zi keyinlar kx plus b ko'rinishidagi funksiya olaylik. Demak, p c ning qiymati -6 ekan. Where qayerdagi c ning o'zi konstant ekan. Bo'ldi. Qaranglar. Agar menda kx plus b funksiya berilgan bo'lsa, c ni olib borib qo'ysam -6 bo'lishi kerak. Demak, k ko'paytirilgan c plus b ning o'zi menda -6 ga teng degan bizlarda bitta tenglama hosil bo'lib qoldi. P5 ning o'zi 42 ga teng ekan. Demak, konstanta. Endi P5 ning o'zi 42 va slope burchak koeffitsiyenti z graf y barobar px ning xy planida is 8 ekan. Bo'ldi. Bizlarda mana buning 8 ga tengligi ham bor ekan. 8c plus b ning o'zi ustozlar bizlarda -6 ga teng ekan. Endi 5 ni olib qo'ysam 42 bo'lishi kerak. 5 ko'paytirilgan 8 plus b ning o'zi menda 42 bo'lsa, b ning o'zini topsak, bu yerda bizlarda 2 ligi kelib chiqadi. Agar b teng 2 bo'ladigan bo'lsa, c ning o'zini topsak, bizlarda -1 chiqadi. Ya'ni mana bu yerga 2 ni keltirib qo'ysak. Endi for uchun the linear chiziqli funksiya uchun, ya'ni t chiziqli funksiya uchun ustozlar t c ning qiymati -7 ekan. Demak, kelinglar t funksiyani menda y barobar qandaydir k1 x plus b1 ko'rinishidagi funksiya olsam, c ning qiymati menda -1 chiqdimi? -1 ni olib qo'ysam menda 7 bo'lishi kerak. 6 da 56 va burchak koeffitsiyentini nima qilishim kerak? What is the slope? Ya'ni burchak koeffitsiyentini topishim kerak. Endi c ni olib qo'ysam -1 da qaranglar. T -1 da bizlarda -7 va T 6 da bizlarda 56 degan qiymatimiz bor. Bo'ldi. Demak, keyinlar shuni bizlar a x plus qandaydir bitta harf aytinglar m deb olaylik. Shunda osonroq bo'lib qoladi. Minusni olib borib qo'ysam -a plus m ning o'zi menda -7 ligi va 6 ni olib borib qo'ysam 6a plus m ning o'zi menda 56 ligi bor. Demak, ayirib tashlasam menda 7a teng, bu ikkalasi ketdi. 56 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsa, menda 63 bo'lib qoladi va a ning o'zini topsam menda 9 bo'lib qoladi. Demak, bizlarda shuning qiymatini so'ragan o'zi. Ya'ni a teng so'roq edi. Demak, 9 degan javob ekan. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Keyingi savolga o'taman. If agar 2 ko'paytirilgan 4 - 5x va 4 - 5x shu bo'ladigan bo'lsa, 5x - 4 ning qiymatini so'rang. 4 - 5x ning o'zini agar a deb belgilab oladigan bo'lsam, 2a plus 7a plus 9 teng nechiga 8a plus 6 ga. Demak, a ning o'zini topadigan bo'lsam -3. Demak, 4 - 5x ning qiymati menda -3 bo'lsa, 5x - 4 ning qiymati necha bo'lib qoladi? 3 bo'lib qolar ekan. Keyingi savolga o'taman. Xo'sh. The shaded region shown represent the solutions to rx plus ty katta yoki teng -44 bo'lsa, where qayerdagi r va t ning o'zi konstant, o'zgarmas ekan. What is the value? Qiymati nima? R plus t. Qaranglar, shunaqa misol keladigan bo'lsa, bitta sizlarga zo'r usulni o'rgatay. Mana shu yerda rx plus ty ning o'zini shunchaki -44 ga tenglashtirib qo'yaveringlar. Shunda hozir t bilan bizlarda r ning qiymati chiqadi. O'zi, qaranglar. Masalan, qandaydir funksiya berilgan bo'lsa, mana qandaydir funksiya berilgan bo'lsa, y barobar tasavvur qilinglar, shuni 4x plus 5 ko'rinishidagi funksiya desanglar, agar y ning o'zi, qaranglar, y ning o'zi katta 4x plus 5 bo'ladigan bo'lsa, usulda mana tepadagi soha olinadi. Agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, pastdagi soha olinadi. Tushunarli? Bu ham xuddi shu gap bo'lib qolyapti. Endi qaranglar. Shuning o'zini bitta -44 ga tenglashtiringlar, ikkita nuqtani beradi sizlarda qiynalmasliklaringiz uchun. Demak, 0 da -11 degan javob bor ekan. Demak, 0 ni keltirib qo'ysam, demak,
t ko'paytirilgan -11 ning o'zi -44 ga teng bo'lsa, t ko'paytirilgan -11 ning o'zi -44 ga teng bo'lsa, demak t ni topsam menda 4 degan javob chiqadi va -4 ni 10 degan javobimiz bor ekan. Demak -4 ni keltirib qo'ysam, -4r -10 bo'ladigan bo'lsa -40 teng nechiga? -44 ga. Demak -4 r teng bizlarda -4 ga va r ni topadigan bo'lsam menda 1 chiqar ekan. Demak t ning 4ligi va r ning 1ligi chiqdi. Endi what is the value r plus t ning? Ya'ni 4 plus 1 ning qiymatini so'rayapti. Demak 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bizlarda 5 chiqadi. Javob. Tushunarli hammaga? Yaxshi, keyingisi. The function f defined by given equation. Demak, fx funksiya ildizda 3x plus 8 ko'rinishda aniqlangan ekan. Demak, a ning qiymati -9 ga teng. Demak, 3 ko'paytirilgan a plus 8 ning o'zi teng bizlarda -9a ga. Where qayerdaki a ning o'zi konstanta bo'ladigan bo'lsa, a ning qiymatini toping. Demak, nima qilamiz? Ikkala tomonni kvadratga ko'tarib yuboramiz. 3a plus 8 ning o'zi minus emas, 81 a ning kvadrati bo'lib qoldi. To'g'rimi? Demak, 81 a ning kvadrati minus 3a minus 8 teng 0 bo'ladigan bo'lsa, demak diskriminant qilishimiz kerak ekan. Mana shuni diskriminant qilishdan ko'ra borki, mana bu javoblardan keltirib qo'yganimiz yaxshi. Demak, manfiy javob bo'lishi aniq. Bu ikkalasi bo'lmaydi aniq. Xo'p, agar 1/3 ni keltirib, -1/3 ni keltirib qo'yadigan bo'lsam, 3 ko'paytirilgan -1/3 plus 8 ning o'zi ildizda teng bo'lib qoladi. -9 ko'paytirilgan -1/3. Demak, bu yer bizlarda 3lik bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, 7 bo'lib qolar ekan ildizda. Demak, bu bizlarda qanoatlantirmaydi. Demak, -8/27 ekan. -8/27 ekan. Xato qilmadimmi? Prosta mana bu yoqdagi tenglamani ishlagim kelmayapti-da. Tushunarli ustozlar? Demak, -8/27 bo'ladigan bo'lsa, -8/9 plus 8 bo'lib qoladi. Bunda 8 ni olib chiqadigan bo'lsak, bu yerda qiymat chiqadi. Bo'ldi. Keyingisiga o'tyapman. 14. In the given equation. Demak, berilgan tenglamada p ning o'zi birlarda birdan katta ekan, t ning o'zi ham birda katta ekan. Endi aytayapti, if agar t ning o'zi p ning darajasida 2n minus 1 bo'lsa, va qayerdagi n ning o'zi konstanta bo'lsa, what is the value of n ning qiymatini toping degan. Qaranglar-da. Xo'sh, mana bu yerda p ning o'rniga shu ifodani keltirib qo'yaman. Demak, xo'sh, p ning darajasida 4/7 teng t ning darajasi 5/ nechi mana shu? Mana shu sonni aytib yuboringlar, to'g'risi ko'zim ko'rmayapti. Mana shu sonni aytib yuboringlar. 5/6 mi nechi bu? Kimdadir asl sharti bor, mana shuni 5/6 mi nechidirligini aytib yuboringlar, to'g'risi ko'rmayapti. 6 ya. Keyin 6 deb ketaylik shuni. T ning o'zi banda p ning darajasida 2n minus 1 midi, shuni ko'paytiraman nechiga? 5/6 ga. Asoslar bir xil bo'lgani uchun tashab yuboraman. Demak, 5 ko'paytirilgan 2n minus 1/6 ning o'zi 4/7 ga teng so'zlar. Tushunarli? Demak, bu yerdan 2n minus 1 ni hisoblasam 24 nechi bo'lib qoladi? 35 bo'lib qoladi. Demak, 2n teng manda 24 plus 35/35. Demak, 2n ning o'zi nima bo'lgan? 24 bu yerda 59. Demak, n ning o'zini topadigan bo'lsak 59/70 bo'lib qoladi. Mana buni 6 deb ketdim so'zlar. T ning darajasi 5/6 deb ketdim, lekin men to'g'ri ko'rmadim buni. Zrenam kamroq. 59 bu. Tushunarli? Demak, 15. The function f. Demak, f funksiya bizlarda kvadratik function. Ya'ni f ning o'zi bizlarda kvadrat funksiya ekan.
In the x y plani koordinata tekstligida the graph grafigi of y barobar fx ning has ega vertex uchi 1,6 ekan. Demak, y barobar bizlarda ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishidagi funksiya berilgan ekan va uchining bizlarda koordinatasi 1,6 ekan. Va passes through, ya'ni orqali o'tadi, demak 240 va minus 142 nuqtalardan o'tadigan bo'lsa, f minus 2 va f0 ning qiymatlarini ayirmasini so'ragan ekan. Demak, birinchi bizlarda koordinata tenglamasini yozib olishimiz kerak. Demak, nima qilamiz? Minus b taqsim 2a ning o'zi bizlarda nimaga teng? 1 ga teng desak bo'ladimi? Demak, b ning o'zini topadigan bo'lsak, minus 2a bo'lib qoladi. Endi funksiyaning o'rniga agar 1 ni borib qo'yadigan bo'lsam, a plus b plus c ning o'zi menda 6 ga teng. Demak, b ning o'zi minus 2 ga bo'ladigan bo'lsa, c minus a ning qiymati bizlarda 6 ga teng deydi, kelib chiqadi. Xo'p. Endi 2 da 40 degan nuqtadan o'tar ekan. 2 ga borib qo'yadigan bo'lsak, 4a plus 2b plus c ning o'zi bizlarda 40 ga teng. Demak, b ning o'zi minus 2 ga bo'ladigan bo'lsa, demak 4 ni 2 b ning o'ziga minus 2 ni qo'ysam 4a minus 4a plus c ning o'zi bizlarda 40 bo'lib qoladi va c ning o'zi 40 ga kelib chiqar ekan. Agar c teng 40 bo'ladigan bo'lsa, a ning o'zi menda 34 bo'lib qoladi. Agar a ning o'zi 34 bo'ladigan bo'lsa, b ning o'zi menda nima bo'lib qoladi? Minus 68 bo'lib qoladi. Demak, ustozlar, demak, y barobar 34x kvadrat minus 68x plus 40 ko'rinishidagi funksiya ekan. Demak, minus 2 ni qo'ygan nuqtamdan 0 ni qo'ygan nuqtamni ayirib hisoblab qo'ysangizlar yetarli. Okay? Keyin ketyapman. Demak, the graph of grafigi y barobar fx plus 2 ning grafiki ko'rsatilgan ekan. Which equation qaysi tenglama definite aniqlangan function f. Demak, qaysi bir funksiyada 0 ni qo'ysam 4 bo'lishi kerak. Sardor, yo'g'on. Yaxshi. Abduqayimga ayt, hozir tugatam. Demak, qaysi funksiyada so'zda x ning o'rniga 0 ni qo'ysam 4 bo'lishi kerak. 0 da 4 bo'lishi kerak ekan. Demak, 0 da 4 bo'ladigan funksiya bizlarda qaysi? D ekan. Tushunarli? Tushunarlimi so'zda? Yaxshi. Qaranglar. 18 nima degan ekan masalan? A square map. Demak, kvadrat xarita. Map degan xarita. Kvadrat xarita. Has ega side tomoni length uzunligi 45 inch ekan. Demak, qaranglar. Kvadrat xaritaning tomoni bizlarda 45 inch ekan. And va 1 inchning o'zi one map represents ifodalaydi, and actual degani actual distance degani o'zi bizlarda haqiqiy masofasi. Tushundingmi? Actual distance haqiqiy masofa. Demak, haqiqiy masofasi ustozlar, haqiqiy masofasi bizlarda nima ekan? 13 mil ekan. Endi aytyapti, smaller o'xshash version. Demak, o'xshash versiyasi bor ekan. All the same bir xil map, ya'ni bir xil xarita. Printer of square with inside length 70% shorter degani qisqa. Demak, qaranglar. Agar mana buning tomoni agar 45 bo'ladigan bo'lsa, shuning bizlarda 1 inch 13 mil turar ekan. Shuningdek 45 da bizlarda 13 mil turadigan bo'lsa, endi 70% qisqa bo'ladigan bo'lsa, 45 ko'paytirilgan 0.3 bo'lib qoladi. Shuning o'zi x deyapti. Demak, x ni topadigan bo'lsak, 0.3 ko'paytirilgan 13 bo'lib qoladi. X ning o'zi bizlarda necha bo'lib qolar ekan? 3.9.
Tushunarlimi? 17 xato bo'lmadimi? Hozir mana shuni bitta tushungan tushunmaganlaringizni bitta ko'rib olaylik, keyin 17 ga qaytib beraman. Demak, z graph of demak y barobar fx plus 2 funksiya keltirilgan ekan. Demak, f ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Qayerda xato bo'ldi uning? Bizlarda fx nikini so'ragan ekan-ku. Shu yerda fx ni topsak ustozlar y minus 2 bo'lar ekan. Demak, bizlarda 0 ni olib borib qo'ysam 2 bo'ladigan funksiya qidirish kerak. B javob bo'lib qolgan. Elektroni bor, husniga elektroni bor. Tashlab beraman. Keyingisi. Qaranglar-da, mana bunaqa square fitlarni juda ko'p tushuntirganman. Hajmga doirni ham tushuntirganman. Agar hajmga doirni tushungan bo'lsangizlar, bu vaqt muammo bo'lmaydi-da. Agar bilmadim, agar shuni xato qilib chiqqan bo'lsangizlar ichkarida. Xo'sh, bu yoqda nima bor? Qiyin savol qolmagan. Keyin shuni qiyinrog'ini ko'raylik. Mana buning buyog'i yo'qmi? In the given equation berilgan tenglama pozitiv konstant. Demak, uning o'zi bizlarda musbat va o'zgarmas ekan. The sum yig'indisi solutions of the given equation. Mana shu yerda nimadir ifoda bo'lish kerak. Ya'ni a bo'ladigan bo'lsa, ya'ni x larning yig'indisini jamisini a ga tenglab, uni topib qo'yish kerak bo'lib qoladi. Demak, bizlarda birinchi ildizimiz x teng 0 va x teng bizlarda 13 taqsim 4 va x teng u taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, 13 taqsim 4 plus u taqsim 4 plus 0 ning o'zini a ga tenglashtirib, uni topib qo'yish kerak. Mana shu yerda qanaqadir son bo'lish kerak ustoz? 19 da. Qaysida xato qildim, Zulfiya opa? Zulfinur opa? Xo'p, 1/13 degan. Demak, 45 qaranglar-da. 45 maplikningga 13 inch to'g'ri keladigan bo'lsa, 10 desa, demak, keyingisini tomoni shundan 70% shortlar qisqaroq bo'ladigan bo'lsa, demak, 45 ko'paytirilgan 0.3 ga qancha to'g'ri kelishini topishimiz kerak. 9 soni bor. Mana shu yerda nechidir soni bo'lishi kerak menimcha. Agar kelinglar 9 bo'lsa, Gavhar opa 9 bo'ladigan bo'lsa, 13 plus x taqsim 4 ning o'zini 9 ga tenglashtirasizlar. 13 plus x ning o'zi menda 36 bo'ladigan bo'lsa, x ni topadigan bo'lsa-da necha chiqar ekan? 23 degan javob chiqadi. Keyingisi the rectangle x similar prisma. Bo'ldi. Qaranglar, bunga o'xshash ham savol ishlab berganman. Of mana bu yerda nimadir bo'lsa kerak. Xo'p, qaranglar. To'g'ri, birinchi bizlarda x bilan y bizlarga bir-biriga o'xshash prizmalar ekan. Demak, v1 taqsim v2 ning o'zi bizlarda a1 taqsim a2 ning nimasi bo'lib qoladi? Kubi bo'lib qoladimi? s1 taqsim s2 ning o'zi nimaga teng bo'lib qoladi? a1 taqsim a2 ning nimasi bo'lib qoladi? Kvadrati bo'lib qoladi. Demak, kub ildizda v1 taqsim v2 ning o'zi teng bo'lib qoladi kvadrat ildizda s1 taqsim s2 ga. Tushunali? Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Ikkinchisining bizlarda hajmini so'ragan. Santimetr kvadratlarini bergan mana 59 bilan 1475 va bu kubik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisining kubini topib qo'ysangizlar bo'ldi. Bu masalani o'qimadim, ishonasizlarmi? Prosta bunaqa savol juda ko'p ishlaganmiz darsda. Temurbek, Baxtibek profildan kirayotgan. Ustoz, soat nima deydi? 9 dan buyon gapiryapman. O'zi ertalab soat 8 da boshlaganman. Oxirgi savolga kelganim uchun tezroq gapirdim, to'g'risi. Ungacha bitta-bitta tushuntirib ketganman. Mana bunda ham aytyapti-da, qaranglar. To'g'ri, rectangle to'rtburchakli prizma X similar to ga
Rang to'g'ri, to'rtburchakli prizma Y ga. Demak, ikkita X va Y prizma bir-biriga o'xshash ekan. Surface area degan sirt yuzi of X rectangle prizmaning 59 square centimeter kvadrat. Va Z surface area, ya'ni sirt yuzi to'g'ri to'rtburchakli prizmaning Y o'zi 1475 centimetr kvadrat ekan. Endi aytyapti, Z volume hajmi of rang to'g'ri prizmaning Y ning hajmi shu bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 1500 bo'ladigan bo'lsa, kubik santimetr bo'lsa, what is the sum? Demak, yig'indisi of, ya'ni umumiy hajmi bizlarda in santimetr kub X va Y prizmaning umumiy nimasini topishimiz kerak ekan? Yig'indisini topishimiz kerak ekan. Demak, V2 ni bu yerda topadigan bo'lsanglar necha bo'lib chiqadi? Demak, V1 plus V2 ning qiymatini so'ragan qo'shib qo'ysanglar yetarli. Demak, 21 ga keldik. The function f defined by e fx barobar a ko'paytirilgan b ning x taqsim n'si, where qayerdaki a va b larning o'zi va r ning o'zi konstant o'zgarmas va b va n ning o'zi integers, butun son ekan. Butun son. Okay? F2 ning o'zi 6 bo'ladigan bo'lsa, F5 ning o'zi 162 bo'lsa, what is the value of F7 ning qiymatini so'ragan. Okay? Demak, fx funksiya ustozlar a ko'paytirilgan b ning x taqsim n'si bo'ladigan bo'lsa, ikkini olib qo'ysam 6 bo'lishi kerak ekan. Demak, a ko'paytirilgan b ning darajasi 2 taqsim n ning o'zi bizlarda 6 bo'lishi kerak va 5 ni olib qo'yadigan bo'lsam, a ko'paytirilgan b ning darajasi 5 taqsim n ning o'zi bizlarda 162 bo'lishi kerak. Kelinglar pastni tepaga bo'lib yuboraylik. Demak, b ning darajasi shunda 3 taqsim n'sining o'zi menda nimaga teng bo'lib qoladi? 27 ga teng bo'lib qoladi. Demak, butun son bo'lish uchun buning o'zi bizlarda 3 ning 3-inchisi bo'lsin. Demak, b ning o'zi 3 ga va 3 taqsim n ning o'zi bizlarda 3 bo'ladigan bo'lsa, n ning o'zi 1 ekan. Demak, fx funksiya ham qanday ko'rinishdagi funksiya ekan? A ko'paytirilgan 3 ning darajasi x ko'rinishidagi funksiya ekan. Endi aytyapti, 2 ni olib qo'ysam 6 bo'lishi kerak. Keling, 2 ko'paytirilgan, a ko'paytirilgan 3 ning darajasida 2 teng menda 6 bo'ladigan bo'lsa, a ning o'zini topadigan bo'lsa, menda 2 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, fx barobar ustozlar 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 ning darajasida x bo'ladigan bo'lsa, fx funksiya menda 2 taqsim 3 ko'paytirilgan darajada nima bo'lib 2 ko'paytirilgan 3 ning darajasida x minus 1 bo'lib qoladi. Demak, mana bu ko'rinishdagi funksiya ekan. Demak, 7 ni olib qo'ygandagi qiymatimizni topishimiz kerak ekan. 2 ko'paytirilgan 3 ning nechasi bo'lib qoladi? 6-inchisi hisoblab yozib qo'ysanglar yetarli. Shu bilan hech qanday savol qolib ketmadi. So'zlarni tushunarli bo'ldimi? Ko'zdan chiqib ketdi. Hammaga tushunarli bo'ldi-ya? Demak, dars haqidagi fikrlarni yozaman. Bemalol dars haqidagi fikrlaringizni yozib o'tsangizlar bo'ladi. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Kimga agar shu savollar tushgan bo'lsa, mana shu javoblar bo'yicha bemalol tekshirib olishlaringiz mumkin. Mana sizlar bilan birgalikda 8-martdagi savollarni tahlilini ko'rib oldik bo'ldi. Shunaqa gaplar. Xudo xohlasa, onlayn kursimda ham 15-martdan darslarni boshlayman. Qo'shilmaganlar bo'lsa, bemalol qo'shib olishingiz mumkin. 15-martdan keyin hech kimni qabul qilmayman. Chunki 15-martdan boshlayman, har kun dars o'taman, har bitta o'qituvchining rezultatini o'zimning kanaliga tashlab boraman va xudo xohlasa 3-may kuni o'zim o'qituvchilarim bilan birga imtihonga kiraman. Ya'ni o'zim o'qituvchilarni podдержка qilgan sifatida o'zim ham boraman, o'zim ham birga imtihonga kiraman. Ko'ramiz, natijalar qanday bo'ladi. Men uchun juda interesli birinchi guruhlarni bitirish. Va 3-maydan keyin 7-iyunga agar topshiradiganlar bo'lsa, balkim o'rtada test guruh tashkil qilarman. Shunaqa gap. Lekin 15-martdan keyin guruhga baribir hech kimni olmayman. 20 ta bo'ladi, 30 ta bo'ladi, umuman farqi yo'q. Qanday dars o'tadigan bo'lsam, bir xil tempda darsni o'tib ketaveraman. Xudo xohlasa, aprelgacha mavzularni tugatamiz. Apreldan keyin 1 aprel oyi to'liq faqat mok ko'ramiz. Shu bilan nima deydi ustozlarimiz, xudo xohlasa tayyor darajaga keladi. Shunaqa gaplar. Charchamanglar, salomat bo'linglar.